Yoz faslida sepishga ayollarimiz uchun 5 tali juda ham xushbo'y set qilganmiz. Bu aromatlarimiz sitrusli va холодный atirli hisoblanadi. Birinchi aromatimiz Dolce Gabbana Light Blue Intense parfyumi. Bu aromatimiz olma va limonlar bilan uyg'unlashgan juda ham холодный va xushbo'y atirlarimizdan hisoblanadi. Keyingi atirimiz o'sha mashhur Calvin Klein, ya'ni ko'z parfyumi. Bu ham sitrusli notalarni o'zini ichiga olgan atir hisoblanadi. Yoz fasli uchun juda ham ideal tanlovlardan bittasi bo'ladi. Keyingi parfyumimiz Zarka Perfume Molecule 090 atiri. Ayollarning orasida juda ham katta mashhurlikka erishgan bu atirimizdan shampanskiy iforini his qilishingiz mumkin. Aromat juda ham xushbo'y hisoblanadi. Atelier Cologne Pacific Lime, limon, miyata iforlarini bu aromatimizdan his qilishingiz mumkin. Bu atirimizni bemalol haqiqiy mojito deb atalaymiz. Yoz faslida sepishga juda ham zo'r tanlovlardan bittasi hisoblanadi. Keyingi aromatimiz juda ham mevalarning iforiga boy bo'lgan Versace'dan Dylan Purple atirini ko'rishingiz mumkin. Aromat juda ham xushbo'y va mevalarning iforiga boy hisoblanadi. Bu atirlarimizning hammasini bemalol 10 mg dan xarid qilishingiz mumkin.